shifoxonaga kirishimiz bilan aynan mana shu telefon apparati e'tiborimizni tortdi. Biz bunga Sirdaryo viloyatida ham guvoh bo'lgan edik. Bilishimcha mana bu yerga yozib ham qo'yishibdi. Agar tibbiy xizmat ko'rsatayotgan xodimlardan kimdir norozi bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri shifoxona direktori, aniqroq rahbariyati bilan bog'lanishi va e'tirozlarni bildirishlari mumkin ekan. Bizga shifoxonaning jonlantirish bo'limida og'ir ahvoldagi bemor bor ekanligini ma'lum qilishdi. Hozir biz uni hozir to'xtaymiz ham qo'shdi ozgina. Faqat bu tasvirlarni yuragi boshlar ko'rmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xormayli. Nima bo'lgan bu bemorga? Bemorimiz alangadan tanani 70% yuzasini kuyishi, shundan 45% yuzasini chuqur kuyishi, ikkinchi, uchinchi har bir darajali kuyish bilan kelganlar. Taksimiya nima bu, qanaqa holat? Taksimiya bu o'sha kuyish karaxtligidan keyingi taksimiya zaharlanish bosqichi deyiladi. O'sha tana terini kuygan nimalar yuzasida barib qonga o'tadi. Qonga o'tgandan keyin bu butun tanamizga aylanib, o'sha taksimiya kuchib ko'rsatiladi. Aynan infuziya qilamiz, yugurib, pamdan siydirib, shunaqa muolajalar bor bizdan. Hozir bemor biz bilan muloqotga kirisha oladilarmi? Bemor kirisha kelganda. Qiynab qo'ymaymizmi ularni? Yo'q, bemor savollariga javob. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Qanaqa yuz berdi bunaqa holat? Navoiyxonada. Navoiyxonada nima qilyotdingiz? Shunda gaz yo'qotgan paytimda motordan gaz kelib ketgan sразу. Vaqtida yoqaman desam, garligiga urib yuborgan bashiramni. To'planib qolgan gaz bo'lganda bilishimcha. Ha. Bir tandir. Tandir yonida kuydingiz. Bitta o'zingizmidingiz? Ko'chadan bir kishi kelib yaxshi qutqarib olgan. O'ynadi, sindirib tashlab. Rahmat, hammalari yaxshi qarashdi. Xoh oshxona bo'lsin, xoh navoiyxona yoki hammom, siz gazdan foydalanyapsizmi? Albatta o'sha xonada kichik darchalarni ochiq qolganligiga ahamiyat bering. Bu o'sha xonada gaz to'planmasligiga va mana shunday baxtsiz hodisalarning bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Biz faqat sizni sog'ligingiz uchun qayg'uryapmiz.